Kompyuter oldida ko'p o'tirishning ko'zga ta'sirlari qanday? Kompyuter oldida uzoq vaqt o'tirish ko'zlarga bir nechta noqulay ta'sir qilishi mumkin. Ko'zlarning qurishi. Ekranga tikilganda odam ko'zlarini kamroq pirpiratadi. Achishish va qizarish. Uzoq vaqt fokuslanish ko'zlarni charchatadi. Xiralashgan ko'rish uzoq ishlagandan so'ng vaqtincha paydo bo'ladigan hodisa hisoblanadi. Ko'z atrofida yoki peshonada bosh og'rig'i, ko'z charchashi, og'irlik, zo'riqish yoki fokusning o'zgarishida noqulayliklar yuz beradi. Uyquga ta'siri. Ayniqsa kechqurun ekranlardan foydalanish uyqu ritmini buzishi mumkin. Muhim eslatma, odatda kompyuter ekraniga qarashning o'zi ko'zni buzib qo'ymaydi, ammo uzoq vaqt tanaffussiz ishlash ko'z zo'riqishini kuchaytiradi. Ko'zni himoya qilish usullari. 3-20 qoidasi. Har 20 daqiqa 20 soniya davomida taxminan 6 metr uzoqlikdagi narsaga qarang. Bundan tashqari ekranni ko'zdan taxminan 50-70 sm uzoqda tutish, xona yorug'ligini moslash va tez-tez pirpirash hodisasini hosil qilish foydalidir. Agar ko'rish keskin pasaysa, kuchli ko'z og'rig'i yuz bersa, chaqnashlar yoki ko'rish maydonida yangi qora nuqtalar paydo bo'lsa, buni oddiy kompyuter charchog'i deb qaramaslik kerak va shifokorga murojaat qilish zarur.